İkinci meselemiz ama 20 şahıs tanlangan. Avlodlarni davomchisi borligini. Keç. Joyimizda otalari, undan otalari. Sarıgı bor. Shularga mana lakka qo'shib aralashtirib bo'yaymiz. Shu men mana shu bilan shug'ullanib kelyapman. Kelinlarim, o'g'illarim nasib bo'lsa buyog'ini olib ketadi, xudo xolasa. Xo'jayinim salona bo'lingan, men o'zim shu qilib turibman, yurg'izib turibman. Buni endi anasi yo'qol qaynonamdan qolib ketgan menga shu meros. Surxondaryo. Çalgan pek kamdan etken. Qiziqishim va tug'ma talab qilganman. Taxtadan, yang'oq daraxtidan yaxshi chiqadi. Ovoz yaxshi chiqadi. Bu boshqacha narsa jilga qo'yishlar. Betlarimiz mana qattoli. Qadimiy tarixga ega bu. O'sha vaqtida ham muzeylarda qolib ketganman. Shunday Qiziqishlarni paydo bo'ladi. Bunday emas, boshqa shaklda tikiladi buni. Mana bu asbobimiz oti chanqamiz. Söz kaldım, sözümde kaldım. Mayda ya, mayda. Ha oyna, oyna, oyna. Salak, salak da oyna. Ha oyna, oyna, oyna. Salak, salak da oyna. Bolalar, kelinglar. Biz baxtiyor bo'lamiz. Bolalarimizda vatanga bo'lgan muhabbat, Yansın ayensın, dağlar parya belensin. Yak 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 bu yak bu yak. Yak bu yak bu yak bu yak.
tashkillanib yana mehmon kelibdi. Yağmur yağışta bitti. Hem çıralı bir renk, bir çıralı renk çıkardı. Yağmursa dastası örük. Bu bizim bu vakti bu şu yağış izi taşımasın, yağış yaşıl, bu yaşıl kıstırdadı ki bana böyle şu bilen kuş bilen tortuk marşlar kılıp Paltalarını nimadan yasagansiz? Bunu bu tortuğun yasalarını 5-6 yıl bo'lgan. Şarvatdan tortilibdi. Torga tarixini bularga aytib berdim. O'tirish u torni Tariflarni var. Hech kim torni tarixini tushunmaydigan bir bolacha kelibdi. Torni o'ylamaydi. Chalib kel desam torni ushlashdan bilmaydi.
Kema avçını ya, huya huya huy. Tüyelerden ürkeci de ya, huya huya huy. Çoban cigit küçeni ya, huya huya huy. Aytılmagan dostanım ey, huya huya huy. Gürtüm bağı bostanım ey, huya huya huy. Huyalar aytay butamaya, huya huya huy. Sadıklar bolsun vatenge ya, huya huya huya. Topkan tüy kasada su, bitinde cu, huya huya huya. Neyle bulardı, nimereler? Allah vergen nimetler. Tez piştim, malum hadi cancak kan vakitte. Bunası bu işi kaybediyor. Bu tünelmedi olamadı, yaraya da sorduğum gibi. Nasıl oldu? Oy ne çege, oy karan öykü çege. Atına haydar jöleyme, kaçalarday küçege. Bulbul konup sayrayme, totana aday kılçege. Hürgetinde ustaz can, Hüsen başıda yiğitge. O çabardaydı yerimde, çiçen kalsın telimde. Kumburalarga urgetay, çirte yatken kolumda. Okumagan adamı nadana tingar. Sabah almak için geldim ustazım. Bilgenge bu dünyaya bir baka kimdir hey. Hey hey hey. Sabah almak için geldim ustazım. Zortaydım bulasın. Mana şu dombrani yasash uchun avval yog'ochi olinib, bunga ikki bo'lak tayyorlanadi bu. Bu yoq bo'lak, bu yoq bo'lak. Mana katta qo'lardan keyin tesha bilan sirtini jo'namiz, buni yaxshilab jo'nab,
Kim qo'shuv bilan ishini qozamiz. Kim dastarmoqda bo'lak yasaymiz moqda. Kim uladigan joyi bo'lmasa ulaymiz mana bu qilib. Kim betdagisini bo'lak yasaymiz. Qisqasi shu do'mbira 10 qismdan iborat. 10 qismdan iborat. Mana qopqoq, kasa, bo'yin, quloq burog'ich, mana shoxi deydi. Mana bu tor, mana bu eshak, mana bu bandi ildiradigan 10 qismdan iborat shu do'mbira. Buni endi o'ta mehr bilan yasamasangiz juda murakkab ish bu. Bu bir kun, ikki kunlik ish emas bu. Buni mana yog'och shunday qilib yoriltamay qishaytirib chiqarish o'zi bir mashaqqat. Endi yosh bolalarga nima endi buni qilyapmiz? Shu yosh bolalar shuna qiziqsin. Shu hunarga qiziqsin, undan keyin mana chiqar qiziqsin degan maqsadda yosh bolalar uchun mana shularni yasaymiz mayda qilib. Bir o'zi asosiy qaysi shaklda teshilsa ham qopqoqda 3 ta shakl 3 teshik bo'ladi. Bir narsa var bu zombir degan narsa. Shunda monoday teshik bilan agar do'mbiraning sirtida chiqolib bo'lmasa ilib qo'ysangiz, uning ichini loydan to'ldirib yuboradi. İşlerinizge, kalp fikirlerinizge Allah Teala baraka versin. Uzak ömür kılıp halkımız için Özbekistan'ımızın güllep yaşaşı için hizmet kılın. Allahu rahmat, selamat bo'linglar. Narsalar, hozir qurityapmiz, qo'yib egib qo'yamiz. Qurib qoladi. Saragi egildi. Taqdiri mana shunday teriladi. Bundan bo'lib ketasi bo'yatasiz. Bu yoshda tayyor endi bu. U o'tta tomondagi po'choqda. Sariq rang o'shandan olamiz. Endi bu har xilda bo'ladi. Biror bo'yaladi, bo'yash ham har xil bo'ladi. Oq svet bo'ladi, mana bu mebelli svet bo'ladi. Mana bu tayyor holatda keltirilgan. O'ziga yoqqanini oluvchi tanlab oladi. Beshikdan tashqari biz mana bu yog'och qovoqlar yasaymiz. Mana bu surtadigan moyimiz, qaymoqlarimiz. Yasaganimizni yog'da qovurayotgani Mana buni kesak, ustozlarimiz vaqtida yo'lda ot kelyapti, chavku kelyapti desa biz qo'shon topardik. Bunday olganda shuni asoslarini mana iloji boricha shu qo'ylabdi, uch bilan bog'lab, mana bu bog'langandan keyin bu oldiga ketaveradi. Nima qilganda o'yinda ajrashgan payti bitta ot qo'yilganda bor terisini Mana shu hozir shibizg'a to'g'risida ozgina gapirib chiqardik. Shibizg'a mana shu oddiy qamishdan mana shu bag'rini qilib qamishni nayvega atab deydi. Mana shu shibizg'aning bag'rini qilib mana oddiy qamish mana shu bizda zabr deyiladi-da, bizning she'rlarda. Shu zabrlarda chiqadi.
shu nag'malar chalinadi, kichkina nag'malar shu o'zini imkoniyatiga qarab. Uni yaxshilab qattiq mato bilan Bizim hunarmandchilikda shug'ullanishimning asosiy sababi qonida bor deganda, qonimda borda. O'zimning momam, yenamning yenasi 6 ta bolani urushda shu hunarmandchiligimdan boqib katta qilgan. Kelin bo'lganda kiyadi faqat, boshqa payt ko'p kiymagan bu paranjini. Misol bir urug'qa bitta paranji bo'lsa, kim kelin bo'lsa shuni aylantirib kiyaverganda. Oldindan har doim ilm olish bor. Ilm dunyoning bir ustunidan. Shuning uchun qarang, mana bu yerga yerimday salatlar qo'yganman, munchoqlar qo'yib, mana ularni qarang, qanday gul qilib bo'lgan. Ota men uchun ishlagan. Bu tol yog'ochdan yasaladi. Hamma yeri tol, mana bu ko'pinlaringizda buni ishlatilmagan hech qayerga. Tabiiy kley bu. Qoramoldi terisidan kley qilib tayyorlaymiz buni. Bir sutka davomida u qaynatiladi, undan keyin kley hosil bo'ladi. Jahanligimiz bor. Mana jahanlik dedi bunun nomini. Egarning tagidan qo'yadi mana bu egarlarimizning tagida. Mana bunday tagiga qo'yiladi birinchi. Ko'kariga oyoqda asraydi bu. Qattiq jarohatlardan, qattiq tegishlardan, qamchilarning zarbidan saqlaydi. Oyda kelin keladi. Kim bo'ladi vastidan? Yashang, xudoning yashang. O'tgan ustozlarni suhbatlari sog' bo'lsin, xayrlar, jannatda bo'lsin, boshlayotgan ishlarimizda hammamizni barakatini, barobar, chiroyli yakunlarini bersin, elga yurtga rahbariyatga manzur bo'lsin, safarlarimiz buyuk bo'lsin. Yaxshiliklarni ijod qilsin.
ustozlarning yo'lida ketaversangiz siz kam bo'lmaysiz. Unda qancha dostonlar, qancha raqli otlarning tarifi, do'mbiraning tarifi, butun mardlarning tarifi yotibdi. Do'mbirada Olqomish, Go'ro'g'li, Andasildagi hammasi, Suluvxon hammasi shu do'mbirada yotibdi. Nima bo'lsa ham shu ustozlarning yo'lidan chiqmay ketaversangiz an'anani davom ettirasiz deb umiddaman. Men Bekmuratova Tajnor momo 1955-yil tug'ilganman. Jarqon rayoni Qorabiro mahallasida yashayman. Dan oldindan shu o'rnak to'qish uchun biz qiziqishim tufayli shulardan o'rganib, yoshligimizda choy poy damlab berib o'rganganman men ham. Shuni davom etkazyapman. Yürü sahavetke kandır, sahavetten ravşandır, ilu merdane sırhandır, ilu merdane sırhandır. Sahavetten ravşandır, ilu merdane sırhandır. Sırhan sürünmekteyim o, ipektirin mekteyim o. Sırhan sürünmekteyim o, ipektirin mekteyim o. Dilge ateş mihrin salgen aceptir dane sırhandır, aceptir dane sırhandır. Dilge mihrin ateş salgen aceptir dane sırhandır, aceptir dane sırhandır. Aceptir dane sırhandır. Bizde hunarmandimiz mana shu bobolarimizdan, otalarimizdan o'tib kelgan hunarmand kulolchilik bilan shug'ullanamiz. Asli kulolchiligimiz mana shu tuproqni, kesagini tuyib, yaxshilab, keyin buni ebitib, somonni to'zitib, qillarni to'zitib, tepib, mashaqqat bilan, mehnat bilan ter to'kib, mana shu narsani biz qilamiz. Uylarni ustiga yopish uchun,
mana shu tarzda to'qiladi. Bu yaxshilab tozalanib, mana bunday qilib olib tozalanib, keyin kesiladi-da. Kesilgandan keyin talabga qarab kesilgandan keyin mana shu tarzda to'qiladi. Mana hozir to'qayotgan qamishimiz tayyor hisoblanadi. O'g'lim, qizim o'qishdan bekor vaqtida menga mana shunday ko'maklashib turadi. Buni tozalash jarayonida tozalab to'qiladi. Mana bu qamishimiz bitta hisob. Tagiga ham sim bilan to'qiladi. Talabga qarab kesilib, razmer qilib to'qib beriladi. To'qib oxirida mana buni qilib qo'yamiz. Mana shunday jarayonda kesiladi. Uyga olib kelgandan keyin shunday kesamiz. Qaynonam mahallamizga sumalaq qilar edilar. Keyin to'ylarga shunchalik ko'p moma yig'ilar edi, 10-15 ta bo'lib ketadi. Haligilarni hammasi qur bo'lib, shunchalik chala edi o'rtaga. Hali yoshi katta yigitlar, qizlar, yoshlar o'ynar edi. Shunchalik chiroyli bo'lar edi. Dab deyiladi, doira emas, dab. Buni mana terisini ichki teridan qiladi. Qasqonini toldan, yong'oqdan qiladi. Mana bu nimalari ko'p, buni qarang. Buni men yaqinda yasatdim. Mana bular buni momolarimizdan, qaynonamdan, nimalardan qolgan. Shuning uchun mana to'kilib ketgan nimalari. Mana bu bo'lsa yaqinda yasatilgan. Bir ovoz, ikkinchi ovoz bergan bu. Momamiz yasab beradilar, hozir shu momamiz yo'q. Bu dabni hozirgi doiralarga tenglashtirib bo'lmaydi. Bu juda yengil. Vijdonba chalaymiz, yuringlar. Vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish. Davraga tush degan ma'noni beradi.